Xo'p, isitish tizimi aynan mana shu katyol bo'yicha bo'ladi. Bu katyolimiz bu yoqda 5 ta xonani отопленияsi bo'lyapti. Hop, hozir bu yerda mana 3 ta xona qilinyapti. Ya'ni bittasi razdevalka, bittasi dush va bu tomondagisi mana shu. Burlar aşağıda bitirish kerak etmeli boshini. Matta qishga nima olib qolaveradi? Ilib. Aradan keyin ba'dan bitirib qo'ying. O'zingiz xizmatlaringizni aytib o'tsak. Hozirgi kunda mana aynan mana shu shlaka bloklarimizni qanchadan urilyapti va necha xil turda urilish stili bor? Endi patrashibkalarimiz Assalomu alaykum aziz obunachilar, Kaskali bola kanalini obunachilari va qurilish sohasiga qiziqadigan hamyurtlar. Bugungi videolarimiz hovli uylarda ixchamgina holatda dush, ya'ni hammom qurilish jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda hozir 3 xonali bo'lyapti, ya'ni bitta razdevalka, bitta dush va ikkinchi dushimiz spalniy uchun, ya'ni kattalarda yotoqxonasi tomonidan kiriladigan dush bo'lyapti. Ko'rib turganimizdek, bu yer naves ostida o'sha tandirxona, o'choqxona bo'ladigan joylar rejalashtirilgan. Hozirda bu qurilish maydonimizdagi razmerlar, ustahaqlari va mana bu shlaka bloklarimizning narx-navolari haqida batafsil bilishingiz mumkin bo'ladi. Reklama va e'lonlar uchun video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Video ma'qul kelgan bo'lsa, layklar esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Ustani ish jarayonidan suhbatga tortamiz, ya'ni hozirgi kundagi narx-navolar haqida. Sekin yoniga chiqib olamiz. Assalomu alaykum usta bu. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Perchatkada bo'lsangiz ham so'rashib qo'yaylik. Kameramiz bu tomondan burilib olasiz endi 5 minutga. Shogirdlar o'zlari ishlab turaveradi. Hozirda mana hovli uylar uchun hammom quryapmiz, ya'ni dush. Endi bizning kanalimizda asosan ustalar haqida ma'lumot bo'lgani uchun o'zingiz xizmatlaringizni aytib o'tsak. Hozirgi kunda mana aynan mana shu shlaka bloklarimizni qanchadan urilyapti va necha xil turda urilish stili bor? Endi patrashibkalarimiz 4,000-4,500 bo'lyapti. Patrashibka endi shkaturka bo'lmaydi, mana shu holatda qoladi. Chiroyli holatda. Oddiy urishchi. Oddiy urishimiz 2,5. 2,5 ming so'm har bitta blokimiz. Sizni mana ancha yildan beri bilaman, tajriba o'ta yuqori, ya'ni mana shu devor urish, g'ish urish sohasida. Hozirgi kunda xom g'ishlar, pishiq g'ishlar narx-navosi qanaqa bo'lyapti? O'zingizning xizmatingiz? 650 so'm uryapmiz. Pishiq g'ish yoki xom g'ish? Pishiq g'ish. Pishiq g'ishda 650 so'mdan rastvorga urilyapti. Oddiy usulmi yo qanaqa u? O'sha o'zi oddiy nimasi. Oddiy usulda. Xom g'ishlarimiz 550 urilyapti. Xom g'ishlarni 550 so'mdan urilyapti. Endi hozir mana biz kanalimizda ko'p nimalarni ko'rsatib turamiz. Xom g'ishni uyning ichida taklab berish xizmati bor, ya'ni uyda egasi tayyor qilib beradi sizga yoki ko'chadan toshishlar bor. Qanaqa unda narx-navolar? Endi toshib urishlarimiz 600 so'mga to'xtaydilar. Xom g'ish. Xom g'ish. Pishiq g'ishchi? Pishiq g'ishlar uncha ortiqroq. Ko'tarilib boraveradi. Pishiq g'ishni bilishimiz bo'yicha har xil stilda urilishlari bor-da, ya'ni rastvor qilib urish bor, orasiga qo'yib urish bor yoki padrashibka qilib urishlar bor. Qanchagacha ko'tarilib borish mumkin? Jami 750 gacha boradi. 750 gacha boradi. Bitta g'ishtni qo'yib berish. Padrashibka deyiladi. O'sha usullari. Mana biz endi Farg'ona viloyati Oltiariq tumanimizdan bo'lganligimiz uchun siz ham, men ham xizmatlarga qaysi viloyat yoki qaysi tumanlargacha chiqishimiz mumkin? Endi biz o'zimizda rayonda Farg'ona bo'yicha. Farg'ona bo'yicha yurilibdi. Endi baribir bizni videomizni butun dunyo ko'radi. Qo'shnilar ko'ramiz, qo'shni Qirg'iziston respublikalari, Tojikiston, Qozog'iston, o'zimizni butun viloyatlar ko'radi. Narx-navoz kelishib qolinsa, endi bir vohalarni ham borib bir ko'rib kelish imkoni bor-da. Bo'ladi, Xudo xolasa. Bo'ladi. Aziz obunachilar, hozir bu jarayonni ustani vaqtini olmaylikda, chunki asosiy katta usta bag' bo'ladi, ko'rinishlarga javobgar shaxs. Biz o'zimiz ichkariga kirib, narx-navolarni, betonlar qanaqa quyilgan, shlaka bloklarni qanchadan olib kelib berilgan va razmerlarni men o'zim imkon qadar tushuntirishga harakat qilamiz. Usta buvani ishdan qo'ymagan holatda. Salomat bo'ling, sog' bo'linglar. Sizlarga omad. Sog' bo'linglar. Xo'p, isitish tizimi aynan mana shu katyol bo'yicha bo'ladi. Bu katyolimiz bu yoqda 5 ta xonani отопленияsi bo'lyapti. O'sha o'zi o'chib yonadigan miya qo'yilgan bu yerga. Bu oddiy обычный katyol. Keyinchalik agar gaz bo'lmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha tentni ham qatirish imkoni bor.
kelajakda mana shu dushimizga topli pol holatida aynan mana shu kotyoldan foydalanamiz. Montaj qilib ketilaveradi. Xo'p. Bu hammomlarimiz, ya'ni dushlarimizni eshiklarini razmerlariga keladigan bo'lsak, 80 ga 180 bo'lyapti. Общий balandlik 2 metr bo'lyapti. Shunda o'sha mana bitta g'ish eshigimizdan yuqorisida bo'ladi. Bu eshiklarimizga mana bunaqangi 5 li rossiyskiy uголni ishlatilyapti. Bu mana shu joyiga qo'yib g'ish urib ketish uchun mo'ljallanadi. Ya'ni 180 ga uголni qo'yiladi, ustiga bitta blok qo'yiladi. Shunda eshigimizning razmeri 180 ga 80 bo'ladi. Bu yerda mana 3 ta xona qilinyapti. Ya'ni bittasi razdevalka, bittasi dush va bu tomondagisi mana shu devorni teshib yotoqxonadan kirib chiqiladigan xod qilinadi bu tomonga. Hozir razmerlarimizga yetadigan bo'lsak, bunaqasi 2,5, bunaqasi 2 metr. Har bir xonamiz shunaqa holatda bo'lyapti. Shunda mana shu joyimiz va mana bu tomondagi 5 metrlik navesimiz uchun 800 ta shlaka blok ishlatilyapti. Shlaka bloklarning narxi hozirgi kunda 2800 so'm, 2900 so'mdan uygacha yetib kelishi bo'lyapti. Mashina kira alohida. Misol uchun biz hozir mana Oltiariq hududida turgan bo'lsak, bitta mashinaga 200 tadan shlaka blok yuklab kelishdi. Har bir reysi uchun 70 ming so'mdan haq to'ladik, shlaka blokning narxidan tashqari. Endi ustakalarimiz hozirgi kunda mana bir tomonini podrashibga urishyapti, ichki tomonlar oddiy holatda urilyapti. Shunda bu podrashibkalarimizni 3,5 ming so'mdan urilyapti. Oddiy holat bo'lsa 2,5 ming so'm aytib o'tishdi. Xo'p, betonlarimizni razmeriga keladigan bo'lsak, betonlarimiz padushka quyildi. Padushkalarimiz 50 ga 40. Ya'ni eni 50, bo'yi 40 bo'ldi. Tepasiga bir sloy beton quyildi. Bir sloy betonimizni razmeri bo'yi 50, eni 30. Ya'ni o'sha shlaka blokni razmeriga moslab holatda, endi ortcha katta qilmadik. 30 sm quyildi. Betonimizning narx-navolari 40 ming so'mdan metri. Hozir oldin kuba hisoblanardi, hozirgi kunda kuba emas, metr hisoblanadigan bo'lib qolibdi. Usta haqlari o'sha 1 metriga hisoblanib 40 ming so'mdan bo'lyapti. Sementimiz, bu yerga sementimiz 4 tonna sement ketyapti. Ya'ni bunisiga va rastrovoriga hammasi bo'lib 4 tonna sement olganmiz. Hali sementlarimiz tugagani yo'q. Mana ish jarayoni davom etyapti. Xudo xolasa bu videolarimizda mana shu dushlarimiz bitkinga cho'r holatini sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Bu joyda isitish tizimi qanday bo'ladi va kanalizatsiyasi qanday bo'ladi? Bular haqida imkon qadar to'liqroq ma'lumot beramiz va keyingi videolarimizda. Salomat bo'linglar. Kimgadir bu ma'lumotlar manfaatli bo'lgan bo'lsa, layklarni bosishdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.